Sizden oturun. Niye oturaman? Oturunuzda eğin de. Sherqul bobomdan birga o'tiribmiz. Mana akam Abdi. Siz ismingiz kim? Abdurahmat? Abdurahmat mana Abdurazzoq birga o'tiribdi. Yaxın bana. Sherqul aka mana bir intervyu bering endi. Davay. Ko'p qaro. Hurmatli og'aynilar. Mana Kiya bozorimiz dunyoda yaxshisi bo'yicha, pakizaligi bo'yicha, sifat bo'yicha choyxonalari, meva bozor, go'sht bozor, mol bozor hammasi nomerlarga qo'yilgan. Yana uning ustiga hozir ot etar remont bo'lyapti. Nasib bo'lsa shu bu yerga iniga o'saversin. Kelgan odamlar bir yaxnisini jeyib ketgandan keyin o yana shu yaxni deb xulosa tushiga kirsin. Doim shunday xalqimizni o'ziga jalb qilgan barakalli, sifatli, elning tiliga olingan, Xudoning nazariga tushgan bozor bo'lsin. Shu yerda bizlar 5 kishi choy ichyapmiz. Bizlarga 5 kishiga ham Alloh Больше, чем входящий голосовой вызов поступил от меньше, чем сей, а сентябрь, а равно телефон больше, чем Уткир, Дамила меньше, чем сей, а больше, чем на САИМ, карту Юсилаль меньше, чем спик. İnşallah. Yaşan Sherqul. Ko'pkari qiroli Sherqul bobodan intervyu oldik. YouTube'ga joylaymiz. Sherqul bobo, rozimisiz? Instagram'ga, YouTube'ga joylab qo'yamiz. Yashin tezligida dunyoga Rahmat.